Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumizda biz command line basicni ko'rib chiqamiz. Ushbu komandalarni hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Xo'p, biz terminalni ochib olamiz. Bu bizni ishlaydigan joyimiz. Shu yerda ishlaymiz. Biroz katta qilib olish uchun Ctrl va P tugmalarini bosamiz. Ctrl va P tugmasini bossak, shunaqa o'zgaradi bu tarafda. Endi birinchi kirganimizda hozir admin huquqini olishimiz kerak. Buning uchun sudo orqali sudo komandasi orqali olamiz. Bu sudo super user degani bu. Bu nima desa, ya'ni administratorman deb kiradi, dehqoncha tushunib turganimizda. Ya'ni root huquqini olamiz. Hozir bu yerda yana bitta komandani ko'ramiz. Hozir clear deb yozsam, bundan oldin yozilgan hamma narsani o'chirib tashladi, ya'ni tozalab tashladi. Bu bizni birinchi komandamiz bo'ldi. Endi sizlar bilan komandalarni o'chishni boshlaymiz. Birinchi komandamiz pwd bo'ladi. Bu nima desanglar, bu print working directory bo'ladi. Bu nima desa, hozirda ishlab turgan direktoriy, ya'ni papkani bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni lokatsiya deb olgan bo'ladi. Mana endi pwd deb enter tugmasini bossak, bu bizga mana home kali deb chiqarib berdi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerdan fayllarni ochib ham ko'rsatib beraman. Mana endi mana bu yerda ochib sizlarga tushunarli bo'lishi uchun fayl sistemga o'chib turib home deb turib, mana bu yerda kaliga kirgach, mana biz hozir turganimiz mana shu joy. Kali degan papkaning ichida turibmiz. Shuning uchun mana bu yerda home kali degan ko'rsatib beryapti. Home kali deb turib ko'rsatib beryapti. Endi hozir ls qiladigan bo'lsam, biz hozir ko'rganim papkalarimizni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rgan papkalarimizni terminalda ko'rishimiz mumkin ls komandasi orqali. Endi kali ichiga kirsam, bu yerda ham xuddi shu papkalarni ko'rishimiz mumkin. Endi ls nima desa, buni hozir ko'rib ketamiz. Bu listing files. Ya'ni listing nima desa, o'sha papkani ichidagi barcha ma'lumotlarni chiqarib beradi mana. ls deb yana ls deb yozamiz. Mana bu yerdagi hamma papkalarni chiqarib beradi. Endi ls dash 1 qiladigan bo'lsam, dash ya'ni chiziqcha 1 qiladigan bo'lsam, bu yerda ko'rib tursizlar, tartib bilan chiqarib beradi. Tartib bilan ro'yxat shaklida chiqarib beryapti. Tepada oddiy shakl edi. Bu yerda 1 qilib chiqarib berdik. Endi hammasini ro'yxat qilib chiqarib berdi mana. Desktop, downloads, files qilib. Mana endi ls chiziqcha la qiladigan bo'lsam, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana ls la qilganimda mana bu yerda o'sha papkalarimni chiqardi. Lekin yashirilgan papkalar ham bor edi. Yashiringan ma'lumotlar, ya'ni hidden fileslar bor edi. O'shalarni ham chiqarib beryapti bu yerda. Mana bular yashirin, ya'ni hidden fayllarni, bularni ham chiqarib beryapti. Endi bu yerda ls h qilganimda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ma'lumot bor edi, sig'imi. Oxiri 4 qildida, key qilib qo'ydi, ya'ni qisqartirib yubordi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, 4096 edi, ya'ni to'liq shaklda yozgan edi. Bu yerda mana bitta qisqartirib turib, oxiriga bitta k qilib qisqartirib yozaveryapti. Mana shunaqa farqini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Buni boshqa funksiyalarini keyinchalik ko'rsatib chiqaman. Endi touch degan komanda nima qiladi desanglar, u touch komandasi orqali fayl yaratishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda touch qilib turib, bahridan txt qilib fayl yaratishim mumkin. Mana touch bahridan txt deb enterni bosganimda bitta fayl yaratdik. Mana ls qilsam, bu yerda bahridan txt degan fayl paydo bo'ldi. Mana bu yerdan ko'rsataman. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Bahridan degan txt faylimiz bor. Mana touch dedikda, yana boshqa fayl
yaratishimiz mumkin. Misol uchun mana cyberlar payqalim, ya'ni bu Python fayl bo'ldi. Yana bir marta ls qilsam, ya'ni mana cyberlar .py degan faylimizni yaratdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham cyber degan fayl yaratildi. Endi cd komandasini ko'rib chiqamiz. Cd bu nima deydigan bo'lsanglar, cd nima deydigan bo'lsanglar, bu change directory, ya'ni bu papkani o'zgartirish degani. Misol hozir clear qilib tozalab yuboramiz. Mana ls qildim. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qaysi papkaga kirishni tanlaymiz. Misol uchun cd music deb bossam, music degan papkaga kirib ketdi. Endi bu yerda yana bir ko'rsatib ketaman. Open folder qilib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda music papkasining ichiga 2 marta bossam, kiramiz bu yerda. Terminalda ham music papkasining ichiga kirib o'tiribmiz mana. Kelinglar bu yerda bir fayl yaratishga harakat qilamiz. Misol uchun touch qildimda, baha text dedim. Bu yerda mana ls qilsam, bu yerda baha.txt chiqdi. Mana bu yerda vizual tarzda ham ko'rishimiz mumkin. Baha.txt chiqdi. Endi music degan papkani chiqish uchun cd va ikkita nuqta qilsak, orqaga chiqadi. Hozir mana musicdan chiqib, kalid ichida turibmiz. Mana ls da bossam bu yerda mana oldingi fayllarimiz chiqib turibdi. Yana cd music qilib turib qiladigan bo'lsak, mana music papkasining ichiga kirdik. Mana ls qiladigan bo'lsam, baha.txt chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana vizual tarzda ham bu yerda chiqib turibdi. Endi buni o'chirib yuborish uchun bu yerdan move trash qilib turib, bu yerdan o'chirishimiz mumkin. Mana ls qiladigan bo'lsak, o'chib ketdi. Terminalda ham ko'rinmaydi. Lekin biz komandadan o'chirishimiz uchun nima qilamiz desanglar, hozir yana boshidan touch deb fayl ochib olamiz. baha.txt qilib, mana bu yerda ham ochildi, ko'rishingiz mumkin txt fayl. Endi komanda orqali mana shu terminalni o'zidan o'chirish uchun nima qilishimiz mumkin desanglar, rm deb turib, bu remove qisqartmasi bo'ladi. rm baha.txt qilib yozganimizdan keyin mana bu fayldan ham o'chdi, bu yerdan ham o'chdi. ls qiladigan bo'lsa, mana bo'sh hech narsa yo'q. Endi cd qilaman, ikkita nuqta qilib, musicdan chiqaman. ls qiladigan bo'lsam, mana shu fayllarni ko'rishimiz mumkin. Turib bahradan txt qiladigan bo'lsak, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. bahradan txt ls qilganimdan keyin mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bahradan txt o'chib ketdi. Endi mkdir orqali papka yaratishni ko'rib chiqamiz. Mkdir, ya'ni make directory deyiladi, papka yaratish bo'ladi. Mkdir deb yozamiz. Misol uchun baha deb yozaman. Papka yaraldi. Mana ls deb bosadigan bo'lsam, bu yerda mana baha degan papka yaratildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rangi ham o'zgardi. Mana bu yerda vizual tarzda ko'rishimiz mumkin. Baha degan papka ochildi. Endi bu yerda cd deb turib, baha deb turib ichiga kiramiz. Noto'g'ri yozib olibman. Hozir bu yerda mana boshdan yozamiz. Baha deb turib, faylning ichiga kirib olamiz. ls qiladigan bo'lsam, buni ichi pusto, hech narsa yo'q endi. Endi bu papkaning ichida, endi bu baha papkasining ichida fayl yarataveramiz. Touch orqali cyber deb ls qiladigan bo'lsam, bu yerda cyber degan fayl yaratildi. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatyapti. Terminalda ham, papkada ham. Endi cd 2 nuqta qilib chiqib ketamiz. Papkada mana ko'rishingiz mumkin. Baha degan papkamiz turibdi. Endi baha degan papkani o'chirmoqchiman. Endi nima qilaman desanglar, baha degan papkani o'chirmoqchiman. Endi buni qanday o'chiramiz desanglar, rf baha deymiz. Clear qilib olamiz. Mana ls qilsak, mana baha degan papka yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, o'chib ketdi. rf komandasi orqali. Nima uchun rm ga chiziqcha rf qilyapmiz desanglar, xavotir olmanglar. Uni qayerdan olyapsiz desangiz, keyinchalik uni keyingi darslarda to'liq ko'rib ketamiz. Hozir bu yerda touch deb turib cyber txt ochdik.
Buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ls bilan tekshirganimizda ham bu yerda Cyber degan ochilgan fayl. Mana fayl komandasi orqali Cyber txt ko'rmoqchimiz, lekin ko'rib turganinglardek u bo'sh bo'lib turibdi. Ichini empty deyapti, bo'sh deyapti. Buni qachon ishlatamiz desalar, buni keyinchalik to'liq ko'rib ketamiz. Bugungi mavzuda qisqa shu komandalarni ko'rib chiqdik. Bu hali hammasi emas. Buni qolganini to'liqroq keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz.